So'lak bezlari, glandula oris. So'lak bezlari ishtirokida ishlab chiqarilgan suyuqlik, ya'ni so'lak, og'iz bo'shlig'ida tishlar yordamida maydalangan ovqat massasini luqma holatiga keltirishda qatnashadi. So'lak bezlari ikkita guruhga bo'linadi. Bular katta so'lak bezlari va kichkina so'lak bezlari. Katta so'lak bezlariga demak, glandula parotidae, ya'ni quloq oldi so'lak bezi kiradi. Bundan tashqari pastki jag' osti so'lak bezi, glandula submandibularis va til osti so'lak bezi, glandula sublingualislar ham kiradi. Quloq oldi so'lak bezidan boshlasak, quloq oldi so'lak bezi quloq yumshoqligini oldingi pastki tomonida joylashadi. Pastki jag' suyagining shoxini tashqi yuzasiga to'g'ri keladi. Demak, chaynoq mushagini, ya'ni musculus masseterni ma'lum bir qismini yopib turadi. Quloq oldi so'lak bezini asosiy nayi, biz buni ductus glandula parotidae deymiz. Quloq oldi so'lak bezini asosiy nayi bo'lib, bu ikkinchi malyar tish sathiga ochiladi. Bundan quloq oldi so'lak bezidan asosiy seroz suyuqlik ishlab chiqariladi. Quloq oldi so'lak bezini o'rtacha og'irligi 30 grammga teng. Ba'zan quloq oldi so'lak bezini qo'shimcha bezi ham uchrashi mumkin. Uni glandula parotidae accessoris deymiz. Keyingi bezimiz pastki jag' osti so'lak bezi. Pastki jag' osti so'lak bezini glandula submandibularis deymiz. Glandula submandibularis o'z nomidagi chuqurchani ichida joylashadi, ya'ni fossa submandibularisda joylashadi. Uning bitta asosiy nayi bo'lib, u til osti so'rg'ichiga ochiladi, ya'ni papilla sublingualisga ochiladi. Bu asosan aralash suyuqlik ishlab chiqaradi. O'rtacha og'irligi 15 grammga teng. Keyingi katta so'lak bezimiz, bu katta so'lak bezlarining oxirgisi bo'lib, til osti so'lak bezi. Glandula sublingualis. Glandula sublingualis uning o'rtacha og'irligi 5 grammga teng. Glandula sublingualisni demak ishlab chiqaradigan suyuqligi shilliqli suyuqlik bo'lib, unda ikkita nay bor. Demak, uning katta nayi hamda kichkina nayi. Katta nayi pastki jag' osti so'lak bezining asosiy nayi bilan birgalikda til osti so'rg'ichiga ochilsa, kichkina nayi til osti burmasi sathiga ochiladi. Demak, hurmatli talabalar, bular katta so'lak bezlari edi. Endi kichkina so'lak bezlariga o'tamiz. Kichkina so'lak bezlari, demak, tilning oldingi so'lak bezi, biz buni glandula lingualis anterior deymiz. Tilning orqa so'lak bezlari, demak, glandula lingualis posterior til sathida bo'ladi, demak, hamda lablarning shilliq qavatida uchraydigan, ya'ni bo'ladigan, demak, lab so'lak bezlari, glandula labialis, hamda tanglay sathida bo'ladigan, demak, tanglay so'lak bezlari, glandula palatina, hamda lunj sathida bo'ladigan glandula buccalis. Demak, bular mayda so'lak bezlari bo'lib, katta so'lak bezlaridan naylarining bo'lmasligi va hajmining juda kichkina bo'lishi bilan farq qiladi. Mayda so'lak bezlarini, demak, o'lchami 1-5 millimetrga teng. Men yuqorida katta so'lak bezlarining og'irliklarini aytib o'tdim. Ular anchagina mayda so'lak bezlariga nisbatan kattaroq bo'ladi.